Assalomu alaykum, annyeonghaseyo. Xo'p, koreys tili 0 dan darslarimizni boshlaymiz. Yana Xudo xolasa birinchi darsimizni o'tgandik. Bugun ikkinchi darsimiz. Xo'p, koreys tili harflari jami 40 ta edi. O'tgan darsimizni takrorlaganmiz. O'tganmiz 40 ta harf bo'lib, undan unli va undoshlariga bo'linib, unlilarimiz 21 dona, undoslarimiz esa 19 dona edi. Endi unlilarimiz ham shu turda ikki turga bo'linib, oddiy unli va qo'shma unli, undoshlarimiz oddiy undosh va qo'shma undosh shularga bo'lingan edi. Oddiy unlilarimiz 10 ta bo'lib, o'tgan darsimizda unlilarimizni to'liq yakunlagan edik. 10 ta unlini ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimizda Xudo xolasa oddiy undoshlarning 14 tasini ko'rib chiqqan bo'lamiz. Xo'p, unda darslarimizni boshladik. Bismillah. Xo'p, oddiy undoshlarimizning birinchi harfi bu K harfi. K harfi. K harfini biz K ham G ham deb talaffuz qilamiz. K ham G ham deb talaffuz qilinadi. Bu endi qachon K yoki qachon G bo'lishini keyingi darslarimizda yana o'qilish qoidalarida o'rganib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, K harfimiz yozilish qoidasi bitta harakat orqali amalga oshiriladi. Bitta harakat. Harakat 1 ushbu holatda. Bu harfimiz K harfi bo'ldi. KG. Xo'p, keyingi harfimiz bu N harfi. N harfi. N ham bir harakat orqali amalga oshiriladi. N. Keyingi harfimiz bu T hamda D harfi bo'ladi. Buni ham qachon T yoki qachon D o'qilishini keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz inshaalloh. Xo'p, T harfimiz ikki harakat bilan amalga oshiriladi. Ikki harakatda yoziladi. Birinchi harakatimiz bundoq, ikkinchi harakatimiz bunday. TD. Xo'p, keyingi harfimiz L hamda R harfi hisoblanadi. LR harfimiz ko'rinishi ushbu holatda bo'ladi. Ko'pchilik nimada o'quvchilarimiz mana bunday yozib qo'yadi yoki bunday qilib ketadi, ikkiga o'xshab ketadi. Shu yoqqa yozishda nima qilishadi, lekin bu asli nima deydi? Yozilish qoidasi boshqacha. Mana ko'rib turganimizdek yozilish qoidasi boshqacha. Yozilish qoidasini o'rganib ketganimiz keyinchalik nasib bo'lib qolsa Koreyada yoki koreys yozuvlarida yozish kerak bo'lgan holatlarda topik 2 ni nimasida topik 2 imtihonlarida bizga yozilish qoidasini o'rganganimiz ancha qo'l keladi. Shuning uchun yozilish qoidalari bilan mustahkam o'rganib ketishni sizlarga maslahat beraman, tavsiya qilaman. Xo'p, endi LR harfimiz yozilish qoidasi birinchi harakatimiz ushbu harakat amalga oshiriladi. Keyin o'rtaga qorniga chiziq tortamiz va uchinchi harakat. Birinchi harakat, ikkinchi harakat, uchinchi harakat. Demak, LR harfimiz 3 ta harakat orqali yoziladi. Birinchi harakat, ikkinchi harakat, uchinchi harakat. Xo'p, keyingi harfimiz bu M harfi. M harfi. Ko'pchilik buni oddiy yoki mana bundoq M qilishadi yoki bundoq M qilib qo'yishadi. Bu ko'rinishidan oddiy to'rtburchakka o'xshaydi, lekin bu imенно shu M harfini yozilish qoidasi bizga ko'p narsalar berishi mumkin. Misol uchun mana imенно o'zim Koreyada bo'lganimda mana shunaqa oddiy to'rtburchak qilib yozardim. Keyin menga bir koreys kelib o'rgatganda buni bu holatda yozsang, misol uchun bu holatda yozsang, tez yozganimizda ham misol bunday qilib turib ne qilib ketganimizda ma'noni yozilish qoidasini hisobga olganing hisobida buni m'ligini anglab ola olmaysan. Bo'lmasa bu ko'rinishimiz tumaloqqa o'xshab ketyapti ko'pincha, to'g'rimi? Tumaloq harfimiz aytib o'tganimizdek N harfi degan edi. Bu N'ga o'xshab ketib qoladi agar ma'noviy qismiga ahamiyat bermasang. Tez yozganda bunday bo'lib ketishi mumkin. Tumaloq bo'ladida bu qismi
hisobga olib turib buni m deb o'qiy olishimiz mumkin. Bular bilan yaxshi o'zlashtirsak, keyinchalik ham bizga ancha asqotadi. Xo'p, endi m harfimiz ham 3 ta harakat bilan amalga oshirilar ekan. Birinchi harakatimiz, ikkinchi harakatimiz, uchinchi harakatimiz. 1 2 3. 1 2 3. Bu harfimiz m harfi bo'ldi. Xo'p, keyingi harfimiz. Keyingi harfimiz p hamda b harflari, p hamda b harflari ko'rilishi ushbu holatda bo'ladi. Bunda endi 4 ta amal, 4 ta harakatni amalga oshiramiz ekan. Xo'p, birinchi harakat, ikkinchi harakat, uchinchi harakat, to'rtinchi harakat. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bu harfimiz p b harfi bo'ldi. Keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz juda murakkabroq. Ham s bo'ladi, ham sh o'qiladi, ham t o'qiladi. Endi buni qachon, bu qaysi holatda o'qilishini keyingi darslarimizda o'rganamiz inshaalloh. Xo'p, s harfimiz o'zi ko'rinishi ushbu holatda bo'ladi. Yozishi bo'lsa, buni ikkita harakat bilan amalga oshiramiz. 1 2 1 2 1 2. Xo'p, bu ko'rinishi asosan bosmacha nimada harfga o'xshagan, bosmachada mana shundoq tushadi, bosmachada. Lekin yozishda, yozmachada biz mana shu ikki harakat bilan amalga oshirishimiz mumkin. O'zimiz bilamiz, bosmacha bilan albatta yozmacha o'zimiz yozadigan qo'lyozmalarda farq qiladi, kitobdagi bilan o'zimiz yozadiganlarimiz. Bu ham xuddi shuni singari. Bosmachada jicha manaqa qiytiroq tushadi. Biz buni tekis holatda tushirsak ham bo'ladi. Xo'p, bu harfimiz endi s, sh, t bo'ldi. Keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu ng. O'tgan darsimizda o'rganganmiz. Bu oddiygina bitta yumaloq shakl. Bu harfimiz ng. Bu harfda esinglarda bo'lsa, unlilar bilan kelsa o'qimaydigan, patsimda keladigan bo'lsa, ng deb o'qiydigan bo'lgandik. Birinchi darsimizda yana qaytarib o'zlashtirib olishingiz mumkin. Hop, keyingi harfimiz. Keyingi harfimiz bu ch harfi. S'dan ozgina farq qiladi. S, sh, t harfimizdan. Endi s ga nisbatan s ga qaraganda bunday chiziqchasi bor xolos. Xo'p, harakatimiz 1 2 1 2. Ikkita harakat bilan yozamiz. Buni ham ko'rayotganinglardek, bu ham juda bosmachaga yaqinroq. Yana kitoblarimizda yoki qanaqadir darsliklarimizda bu harf kelishi mumkin. Mana bu holatda ham kelishi mumkin. Bu ham bizda bosmachaga to'g'ri kelib ketadi. Bizda yozishda esa hamisha ushbu ikki harakat bilan yozamiz. Bu harfimiz ch, j harfi bo'ldi. Hop, keyingi harfimiz. Keyingi harfimiz endi nargi harf ch, j ham bo'lyapti. Bu harfimiz ch ning o'zi bo'ladi-da, hech j ga o'zgarmaydi. Ch, j harfi bilan bir xil, faqat tepasida ozgina mana bu shapkacha qismi bor xolos. Yozish qoidasimizda birinchi buni yozib olamiz. Keyin 1 2. Shapkachasi 1 2. Endi odatda bosmachada buni uzun gorizontalniy qilib beradi. Yozishda esa biz buni sal tikka va qiytiroq qilib yozganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. 1 2 3. 1 2 3. Bu harfimiz ch harfi bo'ldi. Hop, keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu q harfi hisoblanadi. Q harfi. Esinglarda bo'lsa, k harfini o'rgangandik. Bitta harakat orqali k harfi bunday bo'ludi. Bunda endi qorniga yana bir tayoqcha berib qo'yamiz. Bu harfimiz q harfi hisoblanadi. Q harfi. 1 2. 1 2. Bu harfimiz q harfi hisoblanadi. Keyingi harf. Keyingi harfimiz bu t. Jicha qattiqroq t deb turib, h aralashgan t yoki qattiq t sifatida ham o'rgatiladi. Misol o'qituvchilarimiz orasida bu o'zimizni bosmacha eyimizga o'xshab ketadi.
harfimiz bilan bir xil. Xo'p, bunda birinchi harakatimiz 1 2 3 1 2 3. Ushbu holatda o'rganamiz, yozib. Bu harfimiz endi T. Keyingi harf. Keyingi harfimiz H harfi hisoblanadi. H harfimiz G ga o'xshab ketib, faqat uni tepasida ikkita chiziqchasi bo'ladi. Xo'p, endi chiziqchasini ham yozganda, o'tgan safar Ch dekini ham tushuntirgandim. Uni endi sal tikkaroq qilib yozamiz biz. Bosmachada gorizontalliroq keladi, biz esa sal qiytiroq qilib yozganimiz maqsadga muvofiq. Xo'p, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Buni yozilish qoidasini o'rganganimizning sababi mana Koreyada yoki koreys yozuvlarini ko'radigan bo'lsanglar, buni tez yozayotgan holatda mana bunaqa bo'lib ketib qoladi. Mana bunaqa bo'lib ketadi. Shuni hisobiga mana tepadagi bu tumaloq borligini hisobga olib, buni H ligini anglashimiz mumkin. Xo'p, demak bu harfimiz H harfi 1 2 3. 3 ta harakat bilan amalga oshirildi. Keyingi harfimiz bu P. Buni ham qattiq P yoki jichab H aralashgan P deb nima qilinadi? Nima deydi? O'rgatiladi o'qituvchilarimiz orasida. Bu o'zimiz haligi rim raqamining 2 harfiga o'xshab ketadi. Rim raqamida 2 harfimiz esinglarda bo'lsa, mana bundoq yozilardi. Bu ham xuddi shunday yoziladi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bu P harfi bo'ldi. P harfi. Qattiq P deymiz yoki P harfi deymiz. Xo'p. Shu bilan oddiy undoshlarning 14 ta harfini hammasini, demak, oddiy undoshlarimiz 14 edi. Hammasini ko'rib chiqqan bo'ldik. Kelinglar endi buni jamlanmasini yana bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi harfimiz bu K G harfi edi. Yozilish qoidasi bitta harakat bilan. Keyingi harfimiz N harfi. N harfimiz ham bitta harakat bilan. Xo'p, keyingi harfimiz T D harfi edi. Buni yozilishi 1 2 ikkita harakat bilan. Keyingi harfimiz L R harfi. L R. Bu harfni 3 ta harakat bilan yozamiz dedik. 1 2 3. Keyingi harfimiz M harfi. M harfi. Buni ham yozilish qoidasi 1 2 3. Keyingi harfimiz P B harfi. 1 2 3 4. Xo'p, keyingi harfimiz S Sh T harfi bo'lib, buni ham 2 harakat bilan yozdik. Keyingi harfimiz esa N harfi, oddiygina dumaloq doiradan iborat. Ch J harfimiz, S harfidan farqliroq, faqat bu shapkasi bor hisoblanadi. Ch harfimiz unga ham o'z nima o'xshab ketadi. Ch harfimiz. Keyingisi Q harfimiz. K harfiga qorniga yana bir tayoqcha berib qo'yganimiz hisoblanadi. Endi T harfimiz o'zimizni E harfiga o'xshab ketib, 3 ta harakat bilan amalga oshirdik. 1 2 3. Keyingisi P harf, bu rim raqamidagi 2 ga o'xshash 1 2 3 4 bo'ldi. Oxirgi H harfimiz esa 1 2 va tumaloq bo'ldi. Xo'p, shu bilan biz oddiy undoshlarning barini 14 tasini, 14 ta oddiy undoshlarimiz 14 tadan iborat edi. Hamma 14talasini ko'rib, o'rganib chiqqan bo'ldik yozilish qoidalari bilan. Endi buni videoni ko'rish davomida daftar, ruchka bilan qurollanib yozib borib, mustahkam qilib yozilish qoidasi bilan o'rganishingizni tavsiya qilaman, maslahat beraman. Xo'p, o'zimiz o'quvchilarga mana bunaqa handout bo'ladi. Sizlarga bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdan ko'rayotganlar ushbu nimalarni, harflarni imkon bo'lsa bir 3 qator, 2 qator bironta daftaringizlarga yozsanglar, yozish nimasiga, usuliga qo'linglar keladi hamda harflarni o'zlashtirishga yordami bo'ladi. Xo'p, shu bilan bugungi o'rgangan oddiy undoshlarimiz darsi shu yergacha.
Xudo xohlasa keyingi darslarda yana harflarni o'rganishda davom etamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. O'qishda Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Anyongi keseyo.